Nazarbek Memazor mahallasiga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, quruvchi akalarimiz tomonidan 3 ta kotej tushgan ekan. Manzilimizga aniqlik kiritsak, katta ko'chagacha 150 metr atrofida, Tarnovgacha 1 kilometr atrofida joylashgan. Sotuvga chiqqan xonadonimiz bu ikkitasi sotilgan. Aybini hisobga olingan holatda etek qismiga tushgan xonadonimizni narxini chiroyli narxda baholadik. 68,5 ming dollar so'rashyapti. Sotiqqa keladigan bo'lsak 204 sotiqqa ega. Sizlar bilan xonadonimizni ichkarida ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xonadonimizni kirib oldik. Ko'radigan bo'lsak, uzun yo'ldan boshlanadi. 18 metrlar atrofida deyishdi quruvchi akalarimiz tomonidan. To'g'rimizga yuradigan bo'lsak, umumiy hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Hovli qismini ko'ryapsizlar, kichkina bo'lsa ham qolgan. Oshxonamizni tegi yerto'la qismiga ega. Oshxonamizni ko'radigan bo'lsak, tayyor holatda mebel texnikani olib kelib yashash imkoniyatiga egasizlar. Binoyimizning asosiy eshigidan kiradigan bo'lsak, chap qo'limizda bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan, o'ng qo'limizda kattagina razmerda zal joylashgan. Yo'lak bo'ylab yuradigan bo'lsak, kichkina bo'lsa ham ho'l qismiga ega. To'g'rimizda umumiy yuvinish xonasini ko'rishingiz mumkin. Hamma narsalarni qo'yib beramiz deb aytishyapti. Chap tarafimizda ota-onalar yotoqxonasi, o'ng tarafimizda bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan ekan. Umumiy hisobda xonadonimiz 4 ta xonadan iborat bo'ldi. Narxlarni hisobga olingan holatda quruvchi akalarimiz 68,5 ming deyshti. Albatta, yana tepasiga kelsanglar, kelib ko'rib, barakasini qilsanglar bo'ladi, kelishtirib, savdosini qilsanglar bo'ladi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib ketdiki, oshxonaga va yuvinishga alohida o'ra qazilgan ekan. Doimgidek egalar raqamini ekranimizga yozib qo'yamiz. Batafsil to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.